Assalomu alaykum obunachilar. Kech bo'lishiga qaramasdan bir insonimiz yozibdi. Ota-onasi olamdan o'tgan ekan. Eski rasmlarini video qilib bering dedi. 150 ming so'mga video qilib beryapmiz. Bunga nimalar kiradi masalan sizlarga tushuntirib o'taman. 17 dona so'z bilan bitta rasm tashlaysizlar. Tayyorlayveramiz. Mana uch videomizni tayyorlab bo'ldik. Videoni ko'rishingiz mumkin. İşimiz juda sifatli, mavzu, hayollar, esdalik uchun juda kerakli bo'ladigan video bo'ladi bu. Mozor qabrlarning birida mana shunday dadam bor, o'ylarimga to'ymagan. Agarda sizga ham shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, описаниеda nomerlarimiz qoldiramiz, kommentariyada